Sushi yeyishga chiqolmagan qizlar yaqinroq kelinglar, uyda pishirishni o'rgataman. Magazindan Kaijaning konserva baliqlaridan olib kelasiz, losos va tuna balig'idan. Shuni olib, yoniga tvorojniy sir olasizlar va nori, bitta bodring, guruchni pishirib olasizlar. Guruchni yaxshilab norining ustiga bosib chiqasiz, bodring qo'yasiz, baliq qo'yasiz va tvorojniy sir qo'yasiz. Shu bilan uni o'rashni boshlaysiz. Yaxshilab o'raysiz. Mahkam bo'ladi, zo'r zich bo'ladi ichlari. Hammasini o'rab bo'lganingizdan keyin stolni archish uchun albatta lavina salfetkalardan foydalaning. Top-toza qilib, yog'larini, guruchlarini tozalab artib beradi. Tayyor o'ralgan sushilarni taxtakachiga qo'yib, o'tkir pichog'inglar bilan o'rtasidan bo'lasiz va uni yana o'rtasidan bo'lib, общий 8 ta bo'lagiga bo'lasiz. Qarabsizki, shunaqa sushi tayyor. Keyin zapechonniy sushi qilmoqchi bo'lsangiz, albatta sir to'lkadan chiqarasiz va mayonezga aralashtirib, sushining ustiga bir qoshiq kichkina qoshiqdan surib chiqasiz. Tayyor sushilar mana ko'rib turibsizlar. Bunisi oddiy sushi, bunisi zapechonniy sushi. Buni duxovkada pishiramiz va shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Keyin esa yeyishga tortasizlar. Qaranglar, shunaqa mazali. Olinglar, yeb ko'ringlar. Retsept sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani va podpiska tugmasini bosib qo'ying.